bo'lishi mumkin emas. Bir dona programma orqali Cobalt ekonom rejimda, sport rejimda, zimniy rejimda yuradigan bo'lib qolar ekanmi deb kecha bir Cobaltli shinavanda aka bilan gaplashib qoldik. O'sha videoni ko'rgan ekanlar. Aka deyapman, bir dona programma orqali o'zi cruise kontroli bo'lmaydi. Programma yozamiz, cruise kontroli ishlaydigan bo'ladi. 40 tezlikdan keyin bitta qo'yib yuborasiz, mashinangizdan gazni oyog'ini olsangiz 40 tezlikda ketaveradi. Bir dona programma orqali o'zini shtatniy pultidan masofadan turib zavod qiladigan xususiyatini yoqsa bo'ladimi desam, bo'ladi deyaptilar. Cruise kontroli qilsa bo'ladimi deyapman, bo'ladi deyaptilar. Sport rejimi ham xuddi shunaqa. Cobalt misli go'yo ana qafasda yotgan sher. Uni qobiliyatlarini, xususiyatlarini, ochilmagan qirralarini yildan yilga bitta ochib borilyapti. Xohlasangiz siz bilan test qilib ko'ramiz, qanaqa deyaptilar. Mashinangizni ko'ramiz, 2 kun yurib ko'rasiz. Bo'ldi, davay dedilar, misol uchun shunaqa bilan kelishib urdik. Hali kelmadilar, xudo xolasi kelsalar, обязательно video qilaman u aka bilan ham. Tak shu anu lahatro narsa emasligini xudo xolasi men o'zinglar bilan ham isbotlab beraman.